Nodir opa, biznesda yoki tadbirkorlikda shunday bir termin bor ekan, ya'ni moliyaviy abyuz ekan. Aynan shu terminga izoh bering. Moliyaviy abyuz degani bir abyuzni bir turi, ya'ni zo'rlashni bir turi, bu moliyaviy. Ya'ni abyuzer jabrdiydani butkul xarajatlarini, uning topish tutishini yoki ishxonadagi olayotgan zarplatasini, uni qanday ishlatyapti yoki bozorga borganda qanday xarajat qilyapti deb uni butkul tekshiradi. Ya'ni men tejamkorman, sen pulni ishlatishni bilmaysan va senda moliyaviy hech qanday nimalar yo'q, privichkalaring yo'q va men buni agar qilmasam sen pulni sochasan, pulni qadrini bilmaysan degan gaplar bilan o'zini nima deydi, himoya qiladi. Lekin buni tagida ichining o'zidagi qo'rquv. Birinchi galda bu ikkita odamning tobeyligi. Ya'ni abyuzer odam birovni tobe qilgisi kelyapti, butkul kontrol qilib, shu bilan o'zini hukmronligini o'ziga namoyon qilmoqchi. Bu nafaqat oilada, bu ko'pincha ishxonada ham bo'lishi mumkin. Ya'ni oylik bermaslik, kreditlarni boshqa odamlarning nomiga qilishi yoki sen yaxshi ishlamading deb har oyda qandaydir hukm chiqarib, sen ayb topib pul bermaslik yoki pulni kamaytirish. Bular ham abyuz holatiga kiradi, moliyaviy abyuzga. Lekin moliyaviy abyuzdagi odam nafaqat moliyaviy abyuz, u balkim psixologik, emotsional, hattoki jismoniy abyuz ham bo'lishi mumkin. Men shu borada o'zimni tajribamda bo'lgan holatda aytmoqchiman. Bir oilada bu erkak kishi biznesmen qabulimga kelganida o'zidan o'zi aytib qoldiki, qay darajada ayolning ustida hukmronligini. Hattoki meni qimmatbaho qandaydir puloverni yuvganida noto'g'ri yuvgan ekanda va u kichrayib qolibdi. Va eridan gap eshitganidan keyin qo'rqqanidan yig'ib qo'ygan pulni olib chiqib, go'yoki bu narsani kompensatsiya qilmoqchi bo'lgan. Va shuni menga maqtanib gapirganida men aytdimki, kechirasiz, unda barakangiz yopilibdi dedim. Nimaga endi dedi. Chunki bu ayol yig'ib qo'ygan pulni berdi, sizga kelayotgan energiya yopildi. Undan tashqari bu ayol sizdan xafa. Men undan xafaman deganda yo'q, siz undan xafa emassiz. U sizdan xafa va siz hukmronligingizni zaifaga nisbatan ishlatdingiz. Bu aybimni qanday yuvsam bo'ladi, qanday qilib to'g'rilasam bo'ladi? Chunki men biznesim rivojlanishi kerak deyishni boshladi. Men aytdimki, unda dedim, bu narsani esdan chiqaring va har kuni ayolingizga qandaydir vнимание qiling. Xursand bo'ldi va ishonasizmi, katta-katta proyektlar kirib kelishni boshladi hayotimga dedi. Men tajribamdan aytishim mumkinki, moliyaviy abyuz hech ham sizga yaxshilik olib kelmaydi. Balkim sizning barakangiz o'tishiga kattakon yo'l ochadi.